Assalomu alaykum. Xo'sh, tibbiyot ilmi shu tibbiyot fani rivojlanishdan to'xtamagan, uzoq yillardan buyon insoniyatga xizmat qilib kelayotgan bir soha hisoblanadi, kasb hisoblanadi. Demak, bizgacha kelgan adabiyotlar, tibbiyot to'g'risidagi adabiyotlar 5000, 7000 yil oldingi adabiyotlar yetib kelgan. Hatto 10 000 yil oldingi adabiyotlar ham bor. O'sha papirus qog'ozlariga yozilgan, yo suyakka yozilgan yoki bo'lsa toshga uyib yozilgan adabiyotlar yetib kelgan. Ular muzeylarda saqlanadi. Demak, tibbiyot to'g'risida gapirganimizda o'sha miloddan avvalgi davr to'g'risida, rivojlanish davri to'g'risida, tarixi to'g'risida so'z ketadi. Bu eng qadimiysi bu qadimki Misr tibbiyoti. Qadimki Misr tibbiyotida hattoki jarrohlik amaliyotlari qilinganligi to'g'risida, o'sha turli xil travmalarni turli xil davolari qilingani, hattoki tish stomatologiya sohasida tish davolash usullari to'g'risida ham yozilgan. Undan keyin keyingi deylik shu 3000 yillik miloddan avvalgi 3000 yil davrida bu Mesopotamiya tibbiyoti deyiladi. Mesopotamiya tibbiyotida ham o'sha dorivor giyohlar bilan davolash, turli xil tibbiy usullar to'g'risida ma'lumotlar yetib kelgan. Demak, uchinchisi bu qadimki Hind tibbiyoti. Qadimki Hind tibbiyoti demak, bu ham dorivor giyohlar bilan davolash, turli xil duolar, turli xil har xil tibbiy muolajalar, ruhiy muolajalar bilan davolashlar to'g'risida adabiyotlar yetib kelgan. Demak, to'rtinchisi bu Xitoy tibbiyoti. Hamma biladi. Xitoy tibbiyoti bu tizim, qadimki Sharq tabobati ham deyiladi. Sharq tabobatida asosan birinchi o'rinda o'sha eng mashhuri bu igna sanchib davolash usuli. Tzu deyiladi. Igna sanchish va kuydirish usuli hisoblanadi. Demak, bu yerda shu sog'lom turmush tarzi kechirish, hayot ritmlari to'g'risida, to'g'ri dam olish to'g'risida o'sha tibbiyot yana ham rivojlanib, yana ham tizimlashtirilgan. Undan keyin beshinchisi bu Gippokrat davri yoki qadimki Yunoniston davri tibbiyoti deyiladi. Qadimki Yunoniston tibbiyoti asosan Gippokrat maktabidan boshlaniladi. Gippokratning asarlari bor. Endi bu o'zini aynan asarlari bo'lmasa ham asarlar to'plami o'zi va Gippokrat maktabini a'zolari, ya'ni shogirdlari tomonidan tibbiyot to'g'risida berilgan ma'lumotlar yig'indisidan iborat. Demak, dastlab tibbiyotga asosiy fundamentini, asosiy bazasini qilgan odam bu Gippokrat hisoblanadi. Ya'ni tibbiyotning otasi ham deyiladi. Gippokrat demak o'z ishlarida dastavval o'sha kasalliklar bu tabiiy holat ekanligini, ya'ni har xil jinlar, arvohlar, shu endi masalan oldingi tibbiyot davrida shularga e'tibor qaratilganda, ya'ni turli xil haligi zararli kuchlar va o'sha nimani kipchig'ish ildiziga bu jazo deb qabul qilinishi, ya'ni ular davrida politeizm bo'lgan, ko'p xudolilik davri bo'lgani uchun xudolarni jazosi odamlarga deb kasallik qabul qilingan. Gippokrat uni tabiiy ekanligini, turli xil tashqi omillar, ichki omillar hayot tarzi keltirib chiqarishligini o'z asarlarida ko'rsatib bergan va aynan ruhiy omilga ham e'tibor qilgan, ya'ni psixosomatik ta'sirga, ya'ni o'sha g'azab, jahl, stresslar, qo'rquv, vahima shularni yig'indisi keltirib chiqargan degan to'xtamni aytgan Gippokrat. Demak, Gippokratni ishlari tahlil qilinganda
Gipokrat asosan nimaga e'tibor beradi? U payt endi apparatlar bo'lmagan, diagnostika bo'lmagan, mikroskop ham bo'lmagan, insonni tekshirish nimaga asoslangan? Asosan kuzatuvga asoslangan. Bemorni kasalligini tarixi, hayotini tarixi, shikoyatlari va turli xil masalan peshobini kuzatib borish, kelishini kuzatib borish, ovqatlanishini kuzatib borish, o'sha diagnostika usullari hisoblangan va shu asosida diagnoz qo'ygan Gipokrat maktabida. Demak, uchinchi yana bir teoriya yaratgan. Kechagi ma'ruzamizda to'g'risida aytib o'tdik. Bu kechada mijoz deb aytdik. O'zi asli bizni tibbiyotda mijoz umumiy tushuncha bo'lib kirib ketib qolgan. Tibbiyotda mizoj deyiladi o'zi asli. Mizoj tushunchasi, mizoj ta'limoti ham deyiladi. O'sha demak Gipokratni o'sha temperamentlar ta'limotidan olingan. Ya bu gumoral nazariya ham deyiladi. Ya'ni inson tanasidagi suyuqliklarga bog'liq, qonga bog'liq, balg'amga bog'liq, safroga, qora safroga bog'liq deb aytdik. Demak, flegmatik, sangvinik, xolerik, melanxolik deb tasvirladik o'sha turli xil temperamentlar. Bular to'g'risida ham yana alohida ma'ruzalar qilamiz. Turli xil temperamentlarda insonlarning xarakteri qanaqa bo'ladi, mizoji qanday bo'lishligi to'g'risida albatta keyingi suhbatlarimizda sizlarga qiziq bo'lsa suhbatlashamiz, gapirib o'tamiz albatta. Demak, o'sha uchinchisi demak gumoral teoriyaga asos solgan. To'rtinchisi kasallikni oldini olishga e'tibor bergan. Ya'ni profilaktika va o'sha hayot tarzi, turmush tarzini to'g'rilash to'g'risida tavsiyalar bergan. Dam olish rejimi, jismoniy faollik rejimi, stresslarga berilmaslik, o'shalar to'g'risida Gipokrat o'zini eng asosiy va muhim ishlardan bittasi, bu Gipokratni hamma biladigan mashhur ishi, bu Gipokrat qasamyodi deyiladi. Ya'ni tibbiyot etikasi va deontologiya faniga asos solgan. Demak, tibbiyot etikasida o'sha zarar keltirmaslik, sir saqlashlik, bemorlar uchun halol mehnat qilishlik to'g'risida Gipokrat o'sha qasamyodida kiritilgan. Endi bu qasamyod mashhur, hamma shuni tibbiyot xodimlari ham, boshqalar ham tibbiyot qasamyodini biladi. Gipokrat qasamyodini, demak, O'zbekiston shifokorlarining qasamyodi ham, O'zbekiston o'rta tibbiyot xodimlarining qasamyodi ham aynan Gipokrat qasamyodidan andaza qilib olingan. Oldin masalan deylik, faqat Gipokrat qasamyodini qabul qilgan shifokorlar, keyinchalik har bir davlat o'zini tibbiyot xodimlariga o'zini milliy urf-odatlaridan, milliy axloq tizimidan, urflardan kelib chiqib o'zini qasamyodini ishlab chiqdi. Lekin asosi, bazisi bu Gipokrat qasamyodi hisoblanadi. Demak, umuman olganda mana shu qadimgi tibbiyot va Yunon tibbiyoti, aynan Gipokrat tibbiyoti to'g'risidagi muxtasar, qisqacha tushunchalar. Demak, biza kam-kamdan o'sha ma'lumotlar berib boramiz. Umuman tibbiyot to'g'risida, tibbiyotning asosi to'g'risida tushunchalarga ega bo'lgan kishi salomatligiga e'tiborli bo'ladi. Salomatligiga beparvo bo'lmaydi, o'sha kasalligi oldini olib yuradi, profilaktika qiladi, yoki bo'lmasa kasal bo'lgandan darhol shifokorlarga uchraydi va tuzalib oladi. Hammalaringizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va omon bo'linglar.